Yangi O'zbekiston bog'idan 5-6 kilometr uzoqlikdagi 6,5 so'tiylik xonadonni sizlarga hozir ko'rsataman. Uyimizga kirib kelganda kattagina koridor, koridordan yana ichkarida zal, spalni. Chap qo'limizda yana bir spalni va to'g'rida kattagina zal joylashgan. Shu oshxonamizga kirganda koridordan kirganda uyi isitish tizimi, отопление joylashgan. O'ng qo'limizda kattagina oshxona, undan keyin yuvinish xonasi, sanuzor. Chegaramiz mana bu ko'rinib turgan daraxt oldidan bunda setka tortilgan. Mana bu molxona tarafda bo'lib chegara hisoblanadi. Joyimiz bunaqa uzunasiga joylashgan. Bu taraflar dala, yaxshigina shamol, yaxshi havo kelib turadi. Bu joyimizda gazdan, svetdan, suvdan problema yo'q. Shu turgan joyimizdan katta yo'lgacha 3 kilometr. Dokumentida problema yo'q. Kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xuddi shunaqa 6,5 so'tlik, 5-6 so'tlik atrofida uy qidirib yurganlarga jo'natib turadi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.